gacha bo'lgan razgoni 3-4 sekund ekan, shu go'dasiga gap yo'q ekan. Bu maxluqimizning og'irligi 3760 kilo ekan. 2 litrli turbina motor, 22 ballonli, paroklari vashti zo'r ekan. Eshikda davochiklari bor, o'zi ochilib yopiladi bemalol. Mana eshikning qalinligini qaranglar. 40 mi yoki 50 mi bilmayman, juda ham qalin ekan eshiklari. Sidenada Abduf Abagrev massaji eng zo'rlari mana shu yerda ekan o'zi. Sidenalar ham bunaqa yongan, bemalol yurib beraverar ekan. Mana bu katta monitori bor. Mana tepadagi knopkani shunday bossanglar, eshiklari o'zi shunday ochilib berar ekan. Xohlasangiz tormozni bosib tursangiz eshik yopiladi, xohlasangiz yana mana shu knopkani shunday bossangiz eshik yana yopilib beraverar ekan. Rolls-Royce mi deyman bu? Xullas 7 kilovatli zaryadkasi, ikkiga mana bu poliklari, mana bu yana mikrofon, yana nimadir bu mashina kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Denza N9 gibrid mashinamizni $87,000 qilib beramiz.